Assalomu alaykum hammaga, Atkir Gazsuv obunachilari. Bugun sizlarga ozgina benzin haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu yaqin o'zimizning tanishimizning mashinalari hozir injektor tiqilgan, ko'rdik, gaz qo'yilmagan. Benzinning o'zida eng qizig'i faqat 95 quyib yurilgan. 95 ta o'zida mana ahvolni ko'ringlar. Abbos aka gaz bosing. Motorda qaltirashi bu xuddi motor stuk berganga o'xshaydi, lekin benzin injektor tiqilgan. Qaltirashi eng qizig'i faqat 95 quyilgan. Umuman 80, 92 umuman yaqinlashmagan. Hozir Abbos akamga aytsam, hozir 100 da ham foydasi yo'q deyapti. Men o'ylashimcha, bular 80 plus 95 qovus ichida benzin bo'lib qoldi. Nimagaki o'sha metanol, etanol bir balo kimyo qo'shib aktanni ko'taryapti, lekin kley bo'lib ketgan. Hozir bitta benzin ochishadi. Sizlar bilan ko'ramiz qanaqa holatda bo'lib qolgan. 95 ta o'zida ham. Nimaga buni ko'rsatmoqchimiz? 95 ta o'yiring yurganlar ham bitta ko'rib o'zi uchun xulosa qilib olsa bo'ladi. Biz bitta ochaylik Abbos aka. Mana aka. Nima deydi Abbos aka? Umuman aka. Aslida mana uchlari mana. Qarang Abbos aka, masalan, Benzinda kley bo'lib qolgan mana shu. bu kley bo'lib yopishib qoladi. Mana shu hozir klapinda ham qoladimi? Klapinda qoladi-da. Hozir benzinga kakotda klapin nima qilsak bo'ladimi qo'yib? Mana shunaqa toza bo'ladi, buni ichi to'g'rimi? Endi bu ma'lumot o'rnida bu motor 2.5 ham GDI ham impey bo'lgani uchun pastki tomonda injektori yechilmaydi. GDI'dagi shu turgan joyida hozir lavrga qo'yamiz. Ha, lavrga qo'yamiz. Lavrni tozalaymiz, tepani stendda tozalaymiz. Hozir bitta ko'rsatamiz. Obunachilar mana injektorlarimizni tepaga oldik, kadrishlikni. Xudo xolasa gramlari zo'r. Ishlashlari zo'r. Endi mashinaga qo'yib yurgizib, gramlari hammasi bir xil. Xonada mashinaga qo'ysak, mashinamiz soz holatda ishlaydi. Bo'lsa-ki, endi shunda biz shuna bo'ladigan bo'lsa, 80 quyib yursak ham bo'laveradimi? Yo'qmi? Hozir 92 bilan 95 ta farqini aytib bering menga. Nima farqi beryapti aka, bu ham 95 ham tiqiladigan bo'lsa? Razlisa nimada aka? Sразу gaz qo'yish kerak. Gaz deysizmi? Bo'lmasa yana Yo, endi biz gazni targ'ibot qilsak, ko'pchilik faqat gazni o'tkazyapti o'ylaydi-da, lekin holat sal og'ir lekin. holat o'ta og'ir. Ya qarang, men o'zi 95 quyilgan mashinada ham shu bo'larsa, endi 100 aka bu вообще qimmat. Hamda boringki zo'r bo'lgan taqdirda ham, lekin 95 o'zi aktani menimcha 80 ham to'g'ri keladi tozasi bo'lsa. Bakka ham yozib qo'yganmi? Kim bitta bakni ko'rsataylik? Bakka yozib qo'ygan 87 plus, 91 plus. U degani bu asli 92 ga yuradi bu aslida. Endi biz 87 unaqa benzinda tepa bo'lsa 91 plus deyapti. 91 yoki o'sha 92, men 91 bizda yo'q bo'lib ketdi-yu. 95 kerak emas. Bilmayman, biz 95lar ham вообще 92 tushunib bo'lmayapti. Men o'zimni tadqiqotlarimga qaraganda oldingi 91lar 95 dan hozirgidan yaxshi edi aka. 91 yo'qib bo'lib 92 o'tdi, o'shandan keyin bir balolar ko'payib ketdi. E'tibor berdingizmi aka siz ham? Sizga endi baribir temasida shuku yopishib qolyapti. kley bo'lyapti. Charaklanmayapti, lekin kley bo'lyapti. Men shunga hayron bo'lyapman. Endi bu hozir bu injektorni o'zini tozalab beryapmiz-da. Klapinning ichida ham bor-da nagar. Agar shuni yuraversa, klapinni nagar bosaveradi. Yana bitta savol, benzinlar aktanni hozir olib o'lchasak, menimcha shu ham 90 dan baland chiqadi. Shu o'ylayman, endi meni bu shaxsiy fikrim. 80 ni ham olib o'shiga mentol, entol, bir balolar qo'shib shu ximikatda aktan ko'tarilyapti, lekin sifatsizligicha qolib ketyapti-da aka. O'tali loyqa suvga, toza suvda tindirib qo'ygandek, lekin bitta yurganda o'tali loyqalanib ketib turganga o'xshayapti-da bu. Uchi kley bo'lib yopishib qolyapti-da. O'shada, qarang, mana bu ham hozir yopishganda bu ham, to'g'rimi? Injektor erkin ishlamaydi. Zalkada просто shuncha pulga mashina olasiz. Ito bular mayli o'zini yo'liga. Lisiang mana qolgan mana Xitoydan kelib turgan oxirgi qimmat mashinalarda ham hammasi baribir motor bor. Bular ham misol uchun bir ikkitasini o'zim lishni eshitdim, motori stuk berdi. Imanda benzinda orqasidan. Aqdan 6 kelyapti, bo'lsa aka, znash. Hozir qancha ishlab turish kerak bu? 45. Mana shu dori tugan. Bu ham 45 minutmi? Oh. Mana dori tugan. Yana baylab kel. Xo'p, motor haqida ozgina ma'lumot beramiz.
Bu ham GDI ham MPI komprimining pris hisoblanadi. Bilasizlar, bundan oldingi videolarimizda ham ma'lumot berib borganmiz. MPI dvigatellar o'zimiz Gentra, Cobalt, mana shu A5 Nexia'lar bular MPI. GDI sistema Captiva, Malibu, Equinox, Xitoydan kelib turgan asosiy mashinalar hammasi GDI sistemada ishlaydi. Imенно Kia K5da 2 litrli motorida, bu Hyundai'da ham chiqqan. Mana bu yerda olsangiz bo'ladi, mana GDI ham MPI. Bunda ikki sistema ham qilingan. Bu nimaga? Mощностьni, mashinani ot kuchini oshirish va havoga ortiqcha ifloslarni chiqarmaslik uchun. Endi mana tushuntiramiz. Ochiq holatida mana bu benzinning trubkasi. Orqadan nasosdan kelyapti. Mana shu MPI injektor, mana shu tepadagi injektori. Bundagi hozir bu chiqyapti-da, mana batdan chiqib turib, mana hozir bu TNVda mana shu nasos bo'ladi. Nasos bu ikkinchi nasos. Asosiysi shu. Mana hozir ko'rsalang bo'ladi. Kelib turgan mana benzinda bosimi 6. Mana 6 ko'rsatib turibdi. Bu benzin nasosdan kelib turgan bosim. Bu endi ikkinchi bu TNVda nasos. Bu yerda hozir mana trubkasi bor. Mana trubka o'sha bu pastga chiqarib beradi. O'sha bu kelib turgan benzinda o'rtacha xalosli xodda 30-40 bosim ostida gaz berganda imminda misol bular 100 dan baland. Imminda men o'zim kuzatgan Xitoy masalan Jetour, Cherry, keyin Equinox'larda imminda shu bosim men o'zim kuzatgan holatlarimda 350 gacha chiqadi. U degani metanni bosimidan ham baland. Shuni hisobiga GDI sistemada ozgina bo'lsa ham benzin qo'shib ishlatadi. Nimaga? Nasosdagi bosimni ozgina tushirib turish uchun. Agar bosim tushmasa, chek yonib, mashina o'zini o'zi anaqa avariyni holatga tiqib qo'yadi. Hozir bu lavri tozalanyapti. Tozalangandan keyin bitta tekshirib ko'rib olamiz. Hop, men Abbos akam o'zlari va o'zi eng hali usta bobo deydi, haqiqiy ustalar kattasi. O'zi biz ham Luboy o'zimizni mashinamiz ham buzilsa Abbos aka olib kelamiz. Abbos aka o'zi chiqqandan bas karburatор injektor sistemani o'sha eng eskilardan bittasi. Mabodo benzin injektorda muammo lokatsiyalarni keyin telefon nomerlarini yozib qo'yapmiz. Ehtiyot, nimaga? Bu benzin sistemada ko'pchilik tozalab beramiz deydi, lekin ideal emas. Agar idealnisi kelsa, bu reklama emas, prosta o'zimiz buni kontent uchun qilyapmiz. Lekin mabodo benzin tomonli muammo bo'lsa, Abbos akaga murojaat qilaverasizlar. Hop, lokatsiyamiz shunda bo'lyapti. Ko'pchilik oqtarib qiynalib yurishadi. Hop, Mishikidan kelishdi. Bu yerda mana birinchi akademik litsey bo'lgan, biz jonajon o'qigan litseyimiz, hozir Milliy gvardiyaga berib yuborishgan. Mana shu yerlar o't o'lanlargacha o'zimiz tozalagandik, mana shu yerlarni obod qilib. Endi hamma yoq zo'r bo'lganda o'sha 2009-yillarida keyin biz bitirib ketdik, 1-2 yil balla o'qitishkilik, keyin Milliy gvardiya bo'lib ketdi. Ko'rsam haligacha sog'inaman, esga tushib ketdi endi bu. Shu Mishikidan kelish, shu Romanka tomon bilan kelganda shu Istiqlol maydonchasi bor, mini polya. O'shandan shunday o'tishlarga 900 tashga yetmasdi. Mana shu lokatsiya mana ro'parada mana 2 tashkali yangi qurilgan do'kon bor, trenajyorniy zal, o'sha qisqasi o'shaning ro'parasida shunday o'ng qo'lga kiriladi. Lokatsiya shu. Prosta ma'lumot o'rnida tushuntirib qo'yapmiz. Ko'pchilik joylarni oqtarib qiynaladi, lekin ustaning yaxshisi shu deb o'ylayman men o'zim uchun. Qo'qon bo'yicha benzin sistemada benzin tozalash, chizka, karburatор, legirovka bo'yicha ketdi, endi biz abid qilamiz. Xo'p, ana u lavri toza bo'lguncha abidga keldik. Bu yerda hash qiladi. O'z yonimizda sushi ham bor, bu yerda mana food ovqat anaqa burger ham bor. Bu tabiiy. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana hash tabiiysi. 7-8 soat qaynagan iliklar ham mana shu paylarga qo'shilib chiqib ketgan. Endi yoshlar bizni kuzatadi yo'q bilmayman. Ha, deb hotdog yegandan ko'ra mana shunaqa narsalar yeyilsa, bunda hop kalsiy, hali kallaga ham pulga yotibdi. Hamma kallaga endi bombasi bilan ichida. Energetik ichgandan ko'ra mana shu haqiqiy tabiiy quvvat. Kilegi ham bor ichida. Tabiiy kilegi ham bor. Uni bilganlar biladi, kilegi ham bor. Ichki faoliyatni yaxshilaydi, ichki kelishini zo'rlaydi. Endi bu reklama emas, endi ma'lumot o'rnida o'zim bilgan narsalarcha ma'lumot o'rnida ulashib ketyapman. Qisqasi tabiiy energetik. Mabodo ichkilan kelsa, hozir shotda ham to'laymiz. Mana shu mana makkalari ham bor ichida, mana shu sho'rvasi, keyin mana bu qalampir, choy, o'zbekona non-ponlar bilan hozir bilmayman bir 60 ming bo'lsa kerak mo'ljal qilyapman. Shotga to'lagan borganimizda ham naqd chiqarib ketamiz.
Keyin bitta narsa o'zi buni qarilar biladida ko'proq buni foydasi, buni hashti bet arzonlik uchun kelmaydi. Mana ko'rsangiz, mana auditoriyani ko'rsating, hamma 50+ yo 60+da o'zi bitta yosh odam yo'q. Orqa tomonlarda ham joylar bor. Ba'zilarda ham o'tiribdi akalar, amakilar desa ham bo'ladi. 50+ da o'zi bitta yosh odam kelmaydi. Buni qarilar biladi. Nimaga? O'sha kalsiy, bo'g'im nimalari o'sha zo'r foyda beradi. Nimaga? Qarigandan keyin baribir suvi mo'rtlashadi, kalsiy kamayadi. O'sha yoshlardan ham kamayib ketyapti hozir. Endi uyda qilib yegani hech kim erinadi, tashlab qo'yib qaynatgan. Lekin kelib yeb ketsalar ham bo'ladi. Maslahat. Nechi pul aka? 70. Mana hisobda ham ko'rdilar, 60 ming mo'ljal qilib 70 ming chiqdi. Va 70 ming ham zo'r narx. Kishi uchun 35 mingdan tushdi. Halol, tabiiy. O'sha aytganimdek, haqiqiy energetik quvvat. Ko'proq ayollardan ham ko'ra erkaklarga zo'r. O'sha aytganimdek, kalsiy, kollagen, ichaklar faoliyatini zo'r qiladi. Qotmaydi ichlaklaringni, o'sha narsa yeb tursalaring. Zo'r maslahat beraman, shu boshida bo'lgunicha obed qilib turinglar-da, baqa chiqdingda. Endi yaqinroq shet. Sizlar ham kelsalar ham obed qilib tursalaring bo'ladi. Bitta zal ham bor, ikkinchi etajda. U tomonda ham fitmak zal bor. Oldin yoshligimizda kachka qilib turardik. Hozir kachkaga vaqt bo'lmayapti. Yaxshi, o'zi kontent olish ham qiyin bo'lib ketdi. Haligacha bo'lmayapti. Mana kelganimizga soat necha edi? O'zi kontent olish ham oson bo'lmayapti. Kelganimizga 3 soat bo'ldi. Hali ham shu mashina tuzalmadi. Gaz berib o'tirishibdi hali ham. Yomon biznesda ahvoli. Xuddi yomon dori ichib yurganga o'xshaydi. Ichini yuvilyaptilar hozir lavrda, stendlarda. O'zi qismat tushunib ham qoldilaymi? Yigirma 21:08 kecha cheslo 7 edi. Mana yaxshi biznesning orqasidan bir kun diagnoz qo'yildi. Mana endi bugun oxiri uni injektorimiz lotereya mana shu GDI'da bitta injektori kuygan ekan. Eng qizig'i benzin zapravkalar tan olmadi, bizda benzin zo'r dedi. Bitta o'chirib o'tating. O'tating. Gaz bosing. Bo'ladi. O'chiravering. Endi mana haqiqatda mashina soat bo'ldi. Nimaga men videoni qildim? Oxirigacha haqiqatda benzinlar asbo bo'lib ketdi. Shunaqa holat bo'lyaptiki, benzinda aktanni o'lchasalar aktan chiqadi. Lekin ichiga qanaqa bular metanol qo'shyapti, etanol qo'shyapti, bilmayman qanaqa ximikatlar orqali tayyorlanyapti. Bu injektorlar qizdirib kuydirib qo'yapti. Kamera zigarani ichkarida oshib ketyapti, qizib ketyapti. Motor qiziganda injektorda kuydirib qo'yapti. Sovutalmayapti qisqasi o'zini o'zi. Abbos aka, mana hozir injektorimiz kuydi-ku. Ular aytayaptiki, mashinangiz o'zidan. Endi shunaqa fantastik bir fikr yo'qki, mashina o'zini injektorni kuydirib qo'ysa, zamokat bo'lmasa mashinada, misol hech qancha yurmagan mashina, hali aqlga sig'maydigan bir sabablar olib kelib beryapti-da, haligi. Kecha ham bu yerda gaplashdim o'sha benzinchilar bilan. Qiziq voqealar aytib beryapti-da, bizdan emas, bizniki zo'r. Hali nima deysiz shunga fikringiz aka? Mana xolis. Men lekin fikrim o'sha o'ta populyar benzin baribir, bu faqat 95 da yurgan mashina ham shunaqa bir injektor kuyorsa, aka, nima fikringiz? Sirali gaz qo'yish kerak. Endi bu targ'ibot emas, kimnidir gaz qo'yishga, qo'ymaslikka, misol qo'yadiganlar o'zi misol uchun 12-13 yildan beri ishlasa, yiliga o'rtacha nechadir mingta mashina qo'yamiz ustanovga, misol 1,5 ming yo 2 mingta deylik, bu katta miqdorda mashina ustanovga qilganmiz. Misol kimdir buni hozir kommentga bizga yozishi mumkin, benzin yomonlab gazga o'tkazishmas. Misol xohlagan odam benzinda yurishga biz qarshi emasmiz. Men yo gaz zapravkam yo'q, yo boshqa nima yo'q. Men o'zi prosta haqiqat, ochiq haqiqat shu bo'lib qoldiki, O'zbekistonda benzin sifati uxladi, umuman uxladi. Uxlaganda ham qattiq, nimaga hozir har bitta hozir ham misol uchun yaxshigina rasxod bo'ldi bu ham. Ito mana salkam 2 kun vaqt ketyapti, ham mashina qolib ketyapti, ham
bunaqa rasxodlari o'ziga yarasha. Именно men shu haqida video qilaman. Gazni injektor tomoda shunaqa to'lib qolsa, soatga qarab turasizlar, klient o'zi 5 minut. Biz 2 minutda qilishimiz mumkin. Klient o'zi 5 minut tozalab qo'yadigan holatni o'rgatib qo'yaman agar metapropanda shunaqa bo'lsa. Demoqchiman, ular juda oson, lekin biznesga bunaqa ko'p vaqt oladi. To'g'ri bo'lsa-ki, hozir mana sizga yana bitta savol. Deyli men 95 da shu mashina shunaqa bo'ldi. Deyli 92 da ham aniq bo'lar edi. 100 ham bor. 100 da ham bo'ladi. 100 da ham bo'ladi. Xot yo'q-da. Men o'ylayman, shu benzin neft emasmi deb o'ylayman. Haqiqiy taytuyu neft. Короче, jicha olib qo'yapti, qolgani bir dunyo nimadir ximikatlar, arzon ximikatlar bo'ladi qo'shib. Aka, bir ilmiy isbot yo'q, shuni bir qiziq laboratoriya qilish kerak. Hamma zapravkanikini olib kelib laboratoriya tekshirish kerak, tayini ximikatini. Buni ham deymiz, avvalo, mashina tuzaladi, buni vaqt ketish, ovoragarchilik misol, bilmayman, endi asabbuzarlik bo'ldi-da yo'q joydan. Nima ham derdik, qisqasi, o'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma, nima deydi? Ana maqol bor, ishonmagan do'stingga somon tiqar bir baloga bo'ladi. O'sha ishonmagan benzinga bir balo va bir baloga. Qisqasi, ehtiyot bo'lasizlar, ishon zapravkadan quyinglar, ba'zi gaz yursalar benzin qo'yasizlar. Mana shunaqa muammolaring bo'lmaydi. Xulosa qilganda, optimal variant gaz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga qiziq bo'lgan, yana qanaqadir mashina haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Hammaga sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.